Keyingi yillarda Xorazm viloyatida ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan minglab ish o'rinlari yaratilgan ko'plab to'qimachilik va tikuv korxonalari ishga tushirilishi natijasida eksport hajmi oshib bormoqda. Muxbirimiz Shovot tumanidagi ishlab chiqarish korxonasi misolida mavzuni davom ettiradi. Loyiha qiymati 1,5 milliard bo'lgan Artatex korxonasi 2018-yilda foydalanishga topshirilgan. İlk bosqichda 50 nafar ishchi bilan tashkil qilingan korxonada hozirgi kunda 200 nafardan oshiq xotin-qizlar ishlab kelmoqda. Asosiy faoliyat turlari tayyor trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish. Korxonaga Yaponiyaning Juki kompaniyasida ishlab chiqarilgan 256 dona tikuv mashinalari o'rnatilgan. Yillik ishlab chiqarish quvvati 3,5 million dona tayyor trikotaj mahsulotlarini tashkil qiladi. Ta'kidlash lozimki, korxona mahsulotlari asosan eksportga mo'ljallangan. O'tgan yil 3 million 300 ming dona tayyor trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarildi. Bu yil yanvar-aprel oylarida 1,2 million AQSh dollarlik mahsulot eksport qilingan. Korxonada ishlab chiqarish jarayoni to'liq innovatsion texnologiyalar asosida boshqariladi. Oxirgi 3 yillikda eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar ishlab chiqarib, ya'ni 3 yil ichida muvaffaqiyatli eksportni amalga oshirib kelmoqdamiz. Ya'ni hozirgi kunda ishchilar soni ham 200 dan oshiq. Korxonamizda ishlab chiqarilgan mahsulotlar asosan Rossiyaning kiyim do'konlariga eksport qilinadi va Ozarbayjonga eksportni ham amalga oshirishni boshladik. 3 marta eksport qildik. Endigi rejalarimiz, ya'ni dunyo xaritasida kengroq bir davlatlarga, Yevropaga chiqishni reja qo'yganmiz oldimizga. Buning uchun biz avvalambor birinchi navbatda o'sha Yevropa bozori talabi bo'lgan har qanday mahsulotga sertifikat, sifat sertifikati, ijtimoiy sertifikatlarni olish uchun bu ishlarni allaqachon boshlab yubordik. Korxonamizdagi ish faoliyatimizga yana to'xtaladigan bo'lsak, bizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning deyarli 100% mahalliy xomashyodan bo'lgan. Ya'ni davlatimiz rahbarining ham yuritayotgan siyosati bu tekstil sohasidagi ishlab chiqarilgan mahsulotni qo'shimcha qiymat yaratadigan mahsulotlar ishlab chiqarish. O'shaning uchun bizning urg'umiz har doim 100% mahalliy xomashyodan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni eksport qilish. Sifatli mahsulot ishlab chiqarish asosiy talab hisoblanadi. Bu yerda turkiyalik mutaxassislar texnologik jarayonlarni boshqarib boradi. Fabrikanın sıfatı bo'yicha, fatva sifat yaxshi chiqish bo'yicha, keyinchileri o'rgatish bo'yicha insanları eğitib, o'rgatib, sıfatlı işi çıkarıp eksport boyunca işlevamiz. 3 ay oldu şu fabrikadamiz. Faaliyetler yaxshi bo'lgandan shurdamiz. O'zbekistonda ko'p joyda ishlaganman. Samarqand, Toshkent. Hazır bu yerdamiz. Savatda ham hazır insanları o'rgatyapmiz. Qo'limizdan kelgani bo'yicha. Aslında sıfat bo'yicha, ölçümleri bo'yicha, material biçish bo'yicha, sistema bo'yicha insanları iş bo'yicha terbiye qilyapmiz. Bizim işimiz şu. İş jarayoni normalni, yaxshi. Korxona xodimlariga bepul ovqat, transport xizmati, tibbiy yordam yo'lga qo'yilgan. Korxona xodimlarining 20% ijtimoiy reyestrga kirgan fuqarolardir. Kichik yoshli farzandlari bo'lgan ayollar uchun korxona bog'cha puli ham to'lab kelmoqda. Bu yerda ishlayotgan yoshlar uchun bir qator imkoniyatlar yaratilgan. Malakali mutaxassislar tayyorlash maqsadida fabrika qoshida maktab ochish, 1 oylik o'quv kurslari tashkil qilinib, yoshlar kasbga o'rgatish ko'zda tutilgan. Kelgusida korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar turini o'zgartirish, bunda matodan ko'ylak, shim, maktab formalari ishlab chiqarish va bozor talabi bo'lgan Yevropa davlatlariga eksportni amalga oshirish reja qilinmoqda.